Assalomu alaykum подписчиклар, xudo xolasa bugungi videomiz Cobalt bo'ladi. 2018-19 akşamda 2018-19 chiqargan mashinamiz satılıp ketdi. Mana ham bor endi. Ondan zo'r mashin. Radnoy mashinlarimiz balonga kelsak, birinchi o'rta balon toza balon qo'yilgan. Mana ko'rinib turibdi. 148 ming yurib turibdi почти. Чехол yo'q. Poliklar bor, do'stlar. Обшивка четкий turibdi mashinamiz. Gap so'zi bo'lishi mumkin emas do'stlar. Lyuks konditsioner, mexanika, konditsioner ishlab turibdi, bari ishlab turibdi do'stlar. Hozir nimalarni ko'ramiz? Obshivka taraflari. Barter avtokredit bor. Buning bahasi 118 milliondan qaytiladi, kelishiladi do'stlar. ABS sistemalari bor, motor taraflarini chakka bo'lib turibdi. Stansiya bilasa teshkari salasa xudo xolasa. Ko'rinishlari. O'lib turibdi. Video restoratlar ham bor ekan. Hozir orqalarini ko'ramiz. Arqalar chu. Arqalari. Kapot ochar. Metallari. Arqalari. Zo'r olib turibdi. Do'stlar, 2018-yil puli 118 dan kelishida qaytiladi. Barter avtokredit bor. Telefonlarimiz 90 dan 420 0035 raqamli televizor, Telegram, WhatsApp bor. Kim kanalda yangi bo'lsa, obuna bo'lib turib, like bosishni unutmaymiz do'stlar. Mana mashinamiz chotki haydashga tayyor, xudo xolasa. Kimda shunday mashina kerak bo'lsa, murojaat etsa. Kimda shunday mashina bo'ladigan bo'lsa, sotib olamiz, naqd pulga sotib ham beramiz. Shunday xizmatlarimiz yo'lga qo'ydik. Bemalol aloqa chiqarasiz. Shu telefon 90 dan 420 0035 raqamli televizor qiziq qoladi.